Bugun vitaminlar haqida gaplashamiz. Meni o'zimni qo'limda hozir omega 3 vitamini hamda Hemaplex tabletkasi bor. Vitamin olganda nimaga ahamiyat berish kerak? Ko'plar firmasiga qarab olishadi ekan. Men hozir sizlarga yana bir qiziq ma'lumot aytaman. Kimgadir bu foydali bo'lishidan, ya'ni manfaatli bo'lishidan xursand bo'laman. Vitamin olganda mana bunday yozuviga e'tibor beringizlar. Gluten free, ya'ni shakarsiz degani. Hemaplex tabletkasida ham xuddi shunday gluten free yozuvi bor. Bular ya'ni bu vitaminlarda shakar mahsuloti yo'q. Shakar aslida bu turish organizmga zahar degani. Bularda shakar mahsulotimiz yo'q, shakar qo'shilmagan, tarkibida umuman shakar yo'q degani.